Assalomu alaykum hammaga. Bizda Tiko 97-yil. Holat ideal. Polni ekspozit bo'lgan. Xo'p. Salon qismlari hamma yoq polik, sidina, chexol hamma yoqlari qilingan. O'ta darajada ideal, punklari ham bor. Chang bo'lib turibdi. Yarimtaga o't oladi. Karburator, motor, ходовой коробка polni hamma yoq qilingan. Mashinamiz o'ta darajada idealni. Yondan ko'rinishlari. Berchi. Tormoz va zatnilarni ham bitta yo'q. Hamma yo'g'i o'ta darajada idealni. Zatniga sol. Bo'ldi, xalos yo'q. Bagajni ochib yubor. Bagajlari ham elektronika. Knopkalari bor. Ma, svet qarab tur. Xo'p, apechkalari bor. Zapaskalari bor. Holatlari. Bo'ldi. Qani. Xo'p. Tashqi ko'rinishi mana shu. Oldi kapotini ham ochib. Shu. Sal ko'tar. Motorning holatlari, berib tur. Motorning holatlari, salonda konditsionergacha bor. Motorni qo'ysa bo'ldi, tamom. Konditsioner motorchi qo'ysa, yangi akkumulyatorlari bor. Shu. Holat o'ta darajada zo'r. Oldi kapotini ham sotiladi. Dehqonning o'ziniki, o'zimizda akamizniki. Xo'p, buni narxini 1600 deyapmiz. Oz-moz kelishtirib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani, Zohidon qishlog'i. Generalni davernisi bor. Holat o'ta darajada zo'r, magnitofonlarigacha bor. Hamma yo'g'i chotki. Hamma yo'g'i aytadi. Konditsionerni polni radiatori, kompyuterlargacha bor, hamma yo'q. Aslarigacha bor. Hamma yo'qlari bor. Ular sotiladi shu mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa